Qish mavsumida aholimizni eng ko'p tashvishga soladigan kasallik gripp. U tez yuqadi, keskin boshlanadi va ba'zan jiddiy asoratlarga ham olib kelishi mumkin. Bugungi sonimizda grippning yuqish yo'llari, uning birinchi belgilari, uy sharoitida qanday parvarish qilish mumkinligi hamda eng muhimi profilaktika choralari haqida soha mutaxassislari bilan suhbatlashamiz. Ko'pchilikka ma'lumki, hozirgi kunda nafaqat bizning respublikamiz hududida, balki jahonda o'tkir respirator infeksiyalar hamda gripp kasalligining bolalar va kattalar o'rtasida ko'payish holati sezilib turibdi. Albatta bu ko'pchilik orasida u yoki bu gaplar tufayli vahimaga keltirgan bo'lishi mumkin. Biz hozir mana shu respublikamizda yuzaga keladigan o'tkir respirator infeksiyalar to'g'risida ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'tkir respirator virusli infeksiyalar, jumladan gripp kasalligi bu qadimdan bizning xalqimiz orasida uchrab turadigan kasalliklar bo'lib hisoblanadi. Bu kasalliklarning o'ziga xos xususiyatlari ma'lum yillarda mavsumiy holatga bog'liq holda bolalar va kattalar orasida avj olishi, ularning ko'plab qayd qilinishi ro'yxatga olinib kelinmoqda. Bu qo'zg'atuvchilar asosan yuqori nafas yo'llari a'zolarini shikastlantiradilar va turli xil darajadagi kasallik alomatlarini keltirib chiqarishlari mumkin bo'ladi. Bu o'z navbatida bolalar orasida turli xil klinik o'zgarishlarni berib qolishi mumkin bo'ladi. Agarda biz ularning asosiy simptomatikasi yoki belgilariga to'xtaladigan bo'lsak, ularda tana haroratining oshishi, bizni xalqimiz orasida tarqalgan shamollash alomatlari, ba'zilarda burunning bitishi, burundan shilliq qavatlarining kelishi, yo'talish, ba'zilarda yo'talishning tomoq qichishi yoki ba'zi birlarda esa yo'talni balg'am bilan ajralishi kuzatilishi mumkin bo'ladi. Shular bilan birgalikda ular o'rtasida umumiy zaharlanish belgilari, ya'ni bosh og'rig'i, holsizlik, ishtahasizlik, ko'ngil aynishi kabi belgilar kuzatilishi mumkin bo'ladi. Bu narsaga e'tibor berishimiz kerakki, o'tkir respirator virusli infeksiyaning viruslari nafaqat yuqori nafas yo'llarini, balki ba'zi bolalarni me'da ichak traktiga ham ta'sir ko'rsatib, ularda diareya alomatlarini, ya'ni ichning ketishi, ko'ngil aynish, qusish kabi alomatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Albatta biz ularning klinik kechishlarini inobatga olgan holda nima ishlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda yuqorida aytilgan klinik belgilar qayd qilingan paytida albatta biz birinchi navbatda vrachga murojaat qilishimiz kerak, mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa bu bolalar o'rtasida juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki tibbiy xodim, vrach kasallikni kasallanish kuniga bog'liq holda davolash ishlarini olib boradi. Bu degani biz qanchalik vaqtliroq vrachga murojaat qilsak, bolada kasallikning kechish og'irligi shunchalik yengilroq hamda asorat kechishi mumkin bo'ladi. Ba'zi holatlarda ota-onalar ma'lum bir o'zlaricha davolashlarini olib borishadi. Mana hozirgi paytda reklama tufayli dori-darmonlar to'g'risida ularda keng ma'lumotlar berib borilyapti. Ular shularga asoslanib turli xil dori vositalarini berishga harakat qilishadi-da, oradan 2-3 kun o'tgandan keyin vrachga murojaat qiladilar. U paytda ozginagina kechroq, ya'ni asoratlangan holda murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Mana shuning uchun birinchi bizni ayniqsa bolalarda shamollash alomatlari yuzaga keladigan bo'lsa, biz albatta pediatr yoki infeksionistga albatta murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Bolalarimizga ko'p antibiotiklar pediatrlar tomonidan tavsiya qilinmoqda, lekin aslida antibiotikni olib, uni nojo'ya ta'sirlarini ko'rsak, 75 ta nojo'ya ta'sir bor. Eng birinchi jigarga ta'sir qiladi. O'zi bolalarimiz shunda ham immuniteti past. Dunyoga kelgan chaqaloqlar, dunyoga 1 yoshgacha kelgan chaqaloqlarda immunitet 6 oygacha bo'lmaydi. U ham ko'pincha onasidan platsenta orqali o'tgan bo'ladi.
Keyin bir ikkinchi tomoni bor, hamma ham ona suti bilan emdirmaydi. Ona suti bu tayyor antitela. Ana shularni inobatga olgan holda bizni bolalarimiz immuniteti past va ular albatta dunyoga keldiki, qayergadir ko'chaga chiqadi, bir ma'rakaga boradi, bir qarindosh urug'ga boradi, poliklinikaga borib keladi va ularni terisi juda ham nozik, nafis tuzilgan. Hali yaxshi rivojlanmagan. Markaziy nerv sistemasi ham, endokrin sistemasi ham yaxshi rivojlanmagan. Shuning uchun ular kasallikka tez beriluvchan bo'ladi. Agar ona suti bilan shu bolalar doimiy ko'p onalar tomonidan bolalar doimiy ko'krak suti bilan emirilsa, bu yaxshi narsa, chunki ona suti bu tayyor antitela. Lekin ko'pchilik bolalar orasida ko'ramiz, sun'iy ovqatlanishga o'tgan. Shuning uchun bolalar albatta kasal bo'ladi. Keyin kasal bo'lgandan keyin shifokorlar tomonidan ularga antibiotiklar tavsiya qilinyapti. Lekin bizlar hozirgi kunda, ayniqsa Ibn Sino vatanda yashayapmiz. Men o'ylaymanki, hozirgi kunda biz o'sha ko'p chet el maqollarni o'qigan holda qarasam, Zveroboy, o'zbek tilida dalacho'y deyiladi, u antibiotik xususiyatiga ega ekan. Ana shuni hatto aptekalarda tayyor demak paketchalari sotiladi. Ularni biz damlama qilib bolalarga bersak, to'ppa-to'g'ridan u o'tkir respirator virusli kasalliklarga antibiotik xususiyatiga ega ekan. Va u juda ham yaxshi natija beradi. Chunki bilasizki, oddiy har xil antibiotiklar bor. Chunki men buni nima uchun o'tkir respirator virus kasalligi deb aytayotgan sababi, hozirgi kunda bizga shunaqa grippni virusi shtampi kelgan, hamma vahimaga tushgan. Yo'q, vahimaga tushish kerak emas. Faqat to'g'ri hayot, sog'lom turmush tarzini to'g'ri olib borish kerak va to'g'ri vaqtida ovqatlanish kerak. Ana keyin odam to'g'ri ovqatlansa, sog'lom turmush tarzini to'g'ri olib borsa, asablari ham tinch va kasallikka kam beriluvchan bo'ladi. Gripp odatda havo tomchi yo'li orqali tarqaladi. Yo'talganda, aksirganda, hatto oddiy suhbatda virus havoga tarqaladi. Shuning uchun qish va bahorning dastlabki oylari yuqish xavfi eng yuqori bo'lgan davrdir. Bunday holatda qanday yo'l tutish darkor? Bu borada shifokorlarimizdan maslahat ham so'radik. Bu kasallikni oldini olishga biz katta e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Oldini olish bu virusli infeksiya. Virusli infeksiya bo'lgandan keyin albatta nimalar uning yuqishiga ahamiyat kasb etishi mumkin. Birinchidan bu maishiy muloqot, ya'ni bemorlar o'rtasidagi masofa katta rol o'ynaydigan bo'lsa, buning asosida nima yotadi? Buning asosida yo'talish va aksirash natijasida viruslarning tupuk zarrachalari bilan tarqalishi yotadi. Agarda masofa qanchalik yaqin bo'ladigan bo'lsa, kasallanish shunchalik avj olishi, kasallanish ko'rsatishi yuqori bo'lishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi narsa bu albatta niqob taqish. Mana hozirgi kunda biz e'tibor beradigan bo'lsak, ommaviy axborot vositalariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, turli rivojlangan mamlakatlarda hozirgi kunlarda ham niqob bilan yurishni nima qilib qo'yishgan. Bu faqatgina ko'cha-ko'yda emas, balki uyushgan bolalar muassasalarida albatta bu narsaga biz e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi esa bu albatta biz qo'llarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Qo'llarning tozaligi va unga bizning e'tiborimiz yuqumli kasalliklar jumladan o'tkir respirator virusli infeksiyalarning oldini olishning asosiy holatlari bo'lib hisoblanar ekan. Yana biz xulosa qilib aytishimiz mumkinki, biz albatta nimaga 3 ta narsaga asosan qilishimiz kerak. Ya'ni muloqotni cheklashimiz kerak, ikkinchidan tozalikka rioya qilishimiz kerak va uchinchidan albatta biz mana shunaqa holatda yo bemorni parvarishlayotgan paytimizda albatta niqob taqsak bu kasallanishni oldini olgan bo'lamiz. Hozirgi kunda bolalar orasida ko'ryapmiz, kasallik boshlanyapti. Endi hamma onalar ham tibbiyotdan xabari yo'q. Shuning uchun ular o'tkazib, bolalarni pnevmoniyaga olib kelyapti. Pnevmoniya darajasiga o'tgan bolaga endi bizni dalacho'yimiz yordam bermaydi. Endi uni albatta statsionarga yotqizib, uni standartlar asosida davolaymiz. Lekin bolalarni har kuni vaqtida cho'miltirish kerak, vaqtida ularni massaj qilish kerak, vaqtida ovqatini bersak agar, ular kam kasalliklarga beriluvchan bo'ladi. Albatta toza havoga chiqarish kerak. Yaxshi issiq kiyintirib, 11-12 tushlik vaqtiga quyoshga chiqarishimiz kerak. Chunki ular vitamin D ni ko'rish kerak. Vitamin D dan terisi nafas olish kerak. Vitamin D ni o'zlashtirish kerak organizm. Vitamin D qabul qilmagandan keyin doim beshikda bo'lib, faqat onalar uy ishi bilan band bo'lib,
bolalarni ko'rsangiz, o'sha beshikda yotgan bola, xona sovuq, lekin raspaሾnkasi, shapkachasining ichi to'la soch. To'chi to'kilyapti. Yuzi esa, xona sovuq bo'lsa ham yuzida, burnida terlash bor. Bu nimadan dalolat beradi? Bu vitamin D yetishmovchiligidan dalolat beradi va bu albatta raxit kasalligiga olib keladi. Qachonki raxit bo'lsa bo'la, albatta uni organizmda kalsiy yetishmaydi. Tez kasallikka beriluvchan bo'ladi. Terlab ham o'sha beshikning ichida terlab ham u bronxit bo'lishi mumkin, kasal bo'lishi mumkin. O'sha uchun biz ana shularni albatta e'tibor qilib, to'g'ri sog'lom ovqatlanish, sog'lom turmush tarzini to'g'ri demak tashkil qilgan holda o'shalarni bolalarni demak sog'ligiga e'tibor qilishim kerak. Isiriq deyishadi. Ba'zi holatda buni davolashda foydasi bor degan fikr bo'ladi. Men buni o'zim uchun aytib ketmoqchi emas. Agarda biz bemor yotgan xonada isiriqni tutadigan bo'lsak, bu yerda biz bemorni ahvolini og'irlashtirishimiz mumkin bo'ladi. Chunki isiriq bu davolash vositasida emas, balki kasallikning oldini olish uchun katta ahamiyat kasb etadi. Yana biz bolani yoki kasalni ma'lum bir muddatda boshqa xonada o'tkazib isiriq tutatganimizga biz bu yerda tabiiy dezinfeksiya holatini yuzaga keltiramiz. Natijada tashqarida bo'lgan viruslarning o'lishiga sababchi bo'lamiz. Agarda biz bemor yotgan joyda tutadigan bo'lsak, unda havoni quruqlashtiramiz, uni tutuni bilan nafas oladi va natijada bemorni aholiga ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ba'zi holatlarda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Endi ularni ba'zilar bir kun, 2 kun uyda saqlab qolishlari mumkin bo'ladi. Unda biz nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda gripp va o'tkir respirator infeksiyalarini uyda davolash qonun qoidalari bor. Bu qonun qoidalari birinchi navbatda biz ko'proq suyuqliklarni iste'molini berishimiz kerak. Tabiiy narsalar, yana uyda tayyorlangan, mana kompotlar bo'ladimi, soklar bo'ladimi, imkoniyat darajasida uyda tayyorlangan bo'lishi kerak. Yoki turli xildagi mineral suvlar ham bu yerda katta rol o'ynaydi. Ikkinchi navbatda biz to'shakli rejimni berishimiz kerak. Kamida 3 kun holatda. Chunki bu virusli infeksiya. Hech kim bu yerda ayta olmaydiki, bu albatta yuqori nafas yo'llaridan o'tib o'pkada asorat berishini yoki miyaga asorat berishi mumkinligi to'g'risida bizga shunaqa ma'lumotlar bor. Mana shuning uchun biz taklif qilardik, 1 kun, 2 kun, 3 kun ichida albatta to'shakli rejim saqlashlari kerak bo'ladi. Bu ikkinchi qoida. Uchinchi qoida, biz ovqatlanishlarga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni odam normal holatda 3 marta ovqatlanayotgan bo'lsa, bularda 5-6 marta suyuq va tez hazm bo'ladigan. Yana bitta narsani aytishimiz kerakki, imkoniyat darajada mana xalqimizning ichida borki, issiqlik, allergen degan narsalar bor. Imkoniyat darajasida biz mana shu ovqat mahsulotlarini ishlatayotgan paytga ham mana shu narsaga e'tibor bersak, bu foydadan xoli bo'lmaydi. Endi bitta narsani aytib tushunishimiz kerakki, dori-darmonlar berayotgan paytimizda albatta hozirgi paytda imkoniyat darajasida biz vrachning tavsiyasiga qarab dori berishimiz mumkin. Oddiy bir aptekada sotiladigan biz oddiy deb o'ylab turgan har qanday dori vositasi organizmda u yoki bu darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Agarda biz dori-darmonlarni buyurayotgan paytimizda vrach nazoratida, hech bo'lmaganda hamshira nazoratida bularni qabul qiladigan bo'lsak, albatta bu organizmda o'zini samarasini ko'rsatadi va bemorning tuzalishiga asosiy sababchi bo'lib hisoblanadi. Men doim talabalarga aytaman, birinchi 3 kun mayli darsga kelmanglar, sizlar yuqumli hisoblanasizlar. 39-40 harorat, telefon, televizor, hamma narsani o'chiringlar. Uxlanglar, ko'proq yotinglar, ko'proq suyuqlik iching. Keyin albatta biz o'sha shifokorlar terapevtik demak standartlar asosida yozib bergan muolajalarni qabul qilasizlar deb aytamiz doimo. Chunki kasallik pnevmoniyaga o'tib kelyapti. Pnevmoniyani esa davolash juda ham qiyin. Uni asoratlari yaxshilikka olib kelmaydi. Gripp xavfli, lekin oldini olish mumkin bo'lgan kasallik. Sog'liq eng katta ne'mat. O'zingizni asrang, shifokor ko'rsatmalaridan chetga chiqmang va albatta
salomat bo'ling.